Samarqand viloyat musiqali drama teatrida taniqli shoira, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, el-yurt hurmati ordeni sohibasi Xosiyat Bobomurod tavalludining 75 yilligi munosabati bilan ijodiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Adis Boboyev ishtirok etdi va shoirani qutlug' yoshi bilan tabriklab, Samarqand adabiy muhiti rivojida Xosiyat Bobomurodining hissasi katta ekanligini e'tirof etdi. Ijodiy kechada O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, oliy ta'lim muassasalari rektorlari, shoir va yozuvchilar, jurnalistlar Xosiyat Bobomurodining ijodiy hayot yo'li haqida so'z yuritdilar. Shoiraning yangi nashr etilgan saylanmasi taqdimot qilindi. Tadbirda qayd etilganidek, Xosiyat Bobomurodova Samarqandning fidoyi farzandi, jonkuyar ijodkori sifatida nafaqat samarqandliklar, balki butun O'zbekistonimizning faxri, xalqimizning sevimli shoirasi hisoblanadi. Shoiraning she'rlarida muqaddas Samarqand zaminining ruhi, ziyoli va bag'rikeng samarqandliklarning nozik didi, yuksak madaniyati yaqqol aks etib turadi. Bu she'rlarni o'qigan kishi tarix bilan yuzma-yuz bo'ladi, ajdodlardan faxr tuyadi. Shu bilan birga ona vatan oldidagi farzandlik burchini his qiladi. Kechida ayni paytda Samarqand Xalqaro texnologiyalar universiteti o'zbek tili va madaniyati markazi professori sifatida mehnat qilayotgan Xosiyat Bobomurodining pedagogik ijodiy faoliyati ham e'tirof etildi. Tadbirda shoira she'rlari bilan aytiladigan qo'shiqlar ijro etildi. Zo'rlar yiqolmagan chinon